Mana kotleya qilindi, yana gulladi. Bu yil to'rtta guli, bunchasi 5 ta edi, bittasini to'kdi. To'rttasi mana ochildi. Mana qarang qanaqa chiroyli. Gullari juda ham nafis, juda ham chiroyli. Hidi yetmaysizmi? Hozir videoga olaman deb mana shu xonaga olib kirdim. Shunaqangi xonani hidi tutib ketdi. Hidi juda ham приятный. Qimmat parfyumni hidi keladi. Böyle ikinchi marta gullayapti. Ozgina kasal tushgan edi o'tgan yili. Bir ikkita novdalari mana qorayishga boshladi. Qoraygan joylari bor mana. Kesib olib tashladim. Yo, bu yog'i yaxshi. Hozir chiroyli bo'lib gullab, o'zini guli bilan meni xursand qilyapti. Mana. Katta qaraga ekkanman, qarasi o'rtacha, unaqa joy katta ham emas, joy kichkina ham emas. Yaqinda tuprog'ini almashtirdim. Lekin ularga rosa pavutini kilesh tushgan, yo'qotib bo'lmayapti. Hozir dorilab yo'q qildim. Hozir ko'zim tushib qoldi. Mana bunga yana ilakishibdi. Ayniqsa bu kotleyaga ilakishtirsa yomon-da.